Assalomu alaykum bola, hammalarga sizlar bilan Jaha bo'l. Nima qilsanglar ham umuman zalotiylar kuchaymayaptimi? Bugun men sizlarga bitta WoW karta ko'rsataman. WoW kartani 10-15 minut atrofga qilsanglar, o'yininglar nerealniy darajada o'zgaradi. Buning uchun bizga mana shu WoW karta kerak bo'ladi. Mana shu ekranlardagi raqamlarni mana shu WoW kartani qidirgan joyga yozsanglar, shu WoW kartamiz chiqib keladi va mana shu WoW kartamizga kiramiz. WoW kartada tushilar bilan to'g'rida magazin turibdi. Magazinning o'ziga kerakli bo'lgan arjolarni olib olamiz. WoW kartamizda refleksni kuchaytirish uchun ham ancha-muncha narsalar bor ekan. Buning uchun reaksiya va reflekslarni kuchaytirsanglar bo'ladi. WoW kartaga asosiy joyga o'tsak, tushganlardan o'ng tomonga yursanglar, mana shunaqa joylar chiqadi. Bu joylarda bemalol 1-2 metr uzoqlikda tura olib, bemalol zalotiylarni kuchaytirsanglar bo'ladi. Bu WoW kartamizni mana bunaqa saygalar bilan любой orjada sakrab turib, devorlarning oldidan sakrab turib otishga bemalol qulay joylar yasab qo'yilgan. Bu joylarda 10-15 minut atrofga qilsanglar, TDMdan tashqari klassikada ham normal игрокка aylanasizlar. Keyin bu WoW kartamizda yana bitta ustunlik tomoniga o'tsak, bu WoW kartamizda zajimerlar uchun zajim qiladigan joylar bor. Bu joyda o'tirib yana 10-15 minut atrofga qilsangiz, zajimlaringiz nerealniy darajada bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videoda 4 barmoqdan 5 barmoqqa qanaqa tez o'rganish haqida bo'ladi.